Akalar, sizlar uchun tayyor, sizlarga pul topadigan mashina topib qo'ydim. Inomarka olib qizlarga yoqqandan ko'ra lava olib oila boqqan yaxshi-ku. Manzil 2024 ekan. Mana salon holatlari. Juda ham zo'r holatda turibdi, mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Mashinamizga monitor ham uстановка qilingan ekan. Mashinamiz 17000 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Mana 4 ta yumshoq balon, karmetal diskachalar turibdi. Balonchalarga rahmat bering. Yangi holatda turibdi mana. Kuzovlariga ham tunuka qoplattirib, tayyor qilib qo'yibdi ekanlar egalari. Egalariga pul srochniy kerakligi uchun sotyapti ekanlar. Mashinamiz kraskalari toza ekan. Oldichasi faqat kichkinagina petnachasi bor ekan. Bunaqa ichi o'tib, qattiq bitib bo'lgan joylari yo'q ekan. Mana mashina holatlari. Tashqaridan ko'rinishi. Hozirgi inomarkalarda yo'q. Ruxsatnoma laboga olib qo'yilgan ekan tonirovkaga. Akalar egalari narxini 8300 dan kelaman sizlar uchun ko'ndirib, oxiri bo'ladigan joy 7900 ga ko'ndirib qo'ydim. Tez mana shu pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, baraka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bundan ham yaxshi mashinani o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, layklar bosib tursanglar, bundan ham yaxshi mashinalarni yaxshi narxlarda qo'yib boramiz.